Assalomu alaykum hammaga. Bugun 2025-yil 30-may sanasida navbatdagi ishimiz Farg'ona shaharida 2 etajli bino tomiga pena-beton qo'yapmiz mana. Hozir tepada ish jarayonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Apparatimiz mana bizniki pastda turadi. Pastdan shlang orqali 2-etajga olib chiqiladi. Mana stollar tayyorlab hozir ishlarga qo'lni bosyapmiz. Ish jarayonini ham hozir tepada ko'rsatib boramiz. Azizlar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda raqamlar qo'yib qo'yaman. Bemalol aloqa qilsanglar, O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga o'zimiz borib, hamma rasxodlarni o'zimizdan chiroyli qilib qo'yib beramiz. Bo'lmasa ketdik, tepaga chiqib ish jarayonlarini ko'ramiz. Xo'p, azizlar, mana 2-etaj tomiga chiqdik. Bizga mana bunaqa strapila qoqilgan bo'lsa ham farqi yo'q. Bemalol ustakalarimiz ham mana ishlarni qilishyapti. Biz ham o'zimizning ishimizni qilyapmiz. Pastdan regalarni mana bir boshdan qoqib kelishyapti. Cho'nli regalar qoqilganida biz strapilalar orasidan yurib, pena-betonlarimizni 2-etajda tomiga quyapmiz. Azizlar, ekranda raqamlar qo'yib qo'yaman. Bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga borib xizmat ko'rsatilaveradi. Hammaga narx qiziq. Vodiy bo'yicha 45 mingdan quyib beryapmiz. Hamma rasxodlar o'zimizdan. Uyda egasi faqat suv beradi xolos. Bizga hattoki siz 400 ham kerak emas. Xo'p, voha tarafga bo'lsa narxi oz-moz qo'shilib qoladi. Katta ob'yomda bo'ladigan bo'lsa, vodiy ichida ham, vohada ham narxlarini tushirib beramiz. Ob'yom faqat kattaroq bo'lsa. Hozirroq misol bunaqa 100 kvadratli joylar bo'ladigan bo'lsa, 45 ming, voha taraflar 50 ming, 55 ming qo'yib beramiz. Mana quyilgan joylar ishlarga ponni 100 kvadratli joyga qo'yib chiqdik. Bitta ham teshik joy qolmaydi. Uteplenniy bo'ladi. Qishda sovuqda, yozda issiqda zo'r ushlab beradigan narsa mana shu pena-beton bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.